Samarqand viloyati Sartash tumanida Chalbusha mahallasida istiqomat qilaman. Ben tomonidan imtiyozli ravishda kredit olgandim. Avval daromadim 10 milliondan o'tmas edi. Hozir esa chorvadan 35 ga chiqdi. Parnikdan issiqxona bo'yicha 25, parrandachilikdan 10 million ko'tardi. Yutuqlarim bor, ancha yaxshi, xursandman. Mana shu chorva bo'yicha qaysi olgan kreditlarim bo'yicha hammasi daromadim 75 millionga chiqdi. Xursandman. İşlerim judayam yaxshi. Ancha olg'a shunchadek bank xodimlaridan minnatdorman. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Xursandmiz. Sog' bo'linglar. Sizlarga hammalaringizga kuch-quvvat.